Yerdagi boyliklar har bir insonning ehtiyojlarini qondira oladi, lekin ochko'zligini emas. Mohandas Karamchand Ganji. Siz ko'rib turgan lavhalarda Hindistondagi Mukesh Ambani oilasi tasvirlangan. Bu oilaning boyligi taxminan 130 milliard dollar deb baholanadi. Ularning to'ylari qanday o'tganligi butun dunyoda shov-shuv bo'ldi. Bu nikoh to'yida dunyoning eng boy milliarderlari, katta siyosatchilar va taniqli insonlar mehmon bo'lishdi. Hindiston aholisining ko'p qismi o'ta faqirlikda hayot kechirar ekan, bu oilaning o'ta hashamatli hayotini ular orzu qilishga ham haqlari yo'q. Hindiston juda katta kontrastlar o'lkasi. 1,5 milliard aholidan 230 millioni o'ta kambag'allikda boshpanasiz yashasa, Ambaniga o'xshagan oz sonli oilalar qadimgi Hind rojalaridek saroylarda yashaydilar. Bu tizim nafaqat Hindistonda, balki butun dunyoda ham kuzatiladi. Global darajadagi katta biznesmenlar, siyosiy liderlar, diniy rahnamolar, sport va shou biznes yulduzlarining hashamatli hayotlari ham boshqalarnikidan katta farq qiladi. Hatto rivojlangan davlatlarda ham insonlar moliyaviy sharoitlardan kelib chiqib, har xil sinflarga bo'lingan. Ba'zilar umri bo'yi mehnat qilib, birlamchi zarur ehtiyojlarini qondirish uchun topa olmaydigan pullarni boshqalar avtomobilining raqami uchun sarflab yuborishadi. Misol uchun, Yaqin Sharq mamlakatidagi yangi boylar birgina avtomobil raqamini 14 million dollarga sotib olishgan. Afsuski, bunday mantiqsiz orzu-havaslarga taqlid qilish bizda ham uchrab turadi. Xo'sh, jamiyatdagi ushbu tabaqalanish qayerdan paydo bo'ldi? Bu ko'pchilikni o'ylantiradigan savolga javob topish qiyin. Ammo agar sabringiz yetsa, ushbu ko'rsatuv davomida Hindiston misolida biz bu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Siz Sahifa kanalidasiz va bu safar biz jiddiy mavzu haqida gaplashamiz. Insoniyat hayotini o'rganish juda qiyin vazifa. Chunki boshqa jonli mavjudotlar tabiiy sharoitlarda yashashga moslashgan bo'lsa, odamlar atrof muhitni o'zlariga moslashtirishga harakat qilishadi. Insonlar jamiyati ham ularning o'zlari yaratgan sun'iy dunyo. Bu tizim juda murakkab bo'lib, undagi qonun-qoidalarni nima uchun paydo bo'lganini va nimaga xizmat qilishini anglash qiyin. Shunday qoidalardan biri bu jamiyatdagi tabaqalanish. Butun insoniyat tarixida tosh davridan boshlab kichik qabilalarda iyerarxiyalar shakllangan. Insonlarning hayot mazmunini belgilab beruvchi shamanlar, qabila sardori va ovchilar darajasi jihatdan boshqa qabila a'zolaridan ustun turishgan. O'sha davrdagi eng qimmatli resurs hayvon go'shti bo'lib, uni taqsimlanishida birinchi bo'lib qabila sardori o'z ulushini olgan. Undan keyin eng kuchli ovchilar navbati kelgan va qoldiq qismini qolganlar taqsimlab olishgan. Bu iqtisodiy taqsimotning ilk ibtidoiy ko'rinishi edi. Qabiladagi ayollar ham erkaklar orasida kuchli ovchilarni tanlab, ulardan nasl qoldirishga harakat qilishgan. Chunki ayollar o'sha davrdanoq faqat sevgi bilan qorin to'ymasligini tushunib yetishgan. Bu davrda ilk tabaqalanishning sodda ko'rinishi shakllangan bo'lsa-da, barcha insonlar ozodligi va shaxsiy tanlovi o'z qo'llarida edi. Lekin ilk davlatlar paydo bo'lishi bilan yangi tabaqalar shakllandi. Qadimgi zamondagi ilk huldorlik jamiyatlarida esa davlat boshqaruvidagi kohinlar jamiyat ideologiyasini belgilab bergan. Hukmdorlar va jangchilar sinfi bu tizimni himoya qilib, qolgan jamiyat a'zolarini boshqargan. Mulkiy va siyosiy jihatdan kuchli tabaqalanish tizimi o'sha davrlardan shakllana boshlandi. İlk davlatlar paydo bo'lishi bilan ular o'rtasida resurslar uchun urushlar boshlandi. Bu urushlarda mag'lub bo'lib, bosib olingan davlat aholisi g'alaba qozonganlar tomonidan qullarga aylantirilgan. Bosib olingan yerlardan keltirilgan qullarning hech qanday huquqi bo'lmagan va ulardan og'ir jismoniy ishlarda va ko'ngil xushlik uchun foydalanishgan. Faqatgina urushlar oqibatida emas, borgan sari qashshoqlashib borayotgan quyi tabaqadagi insonlar qarzga botgach, ozodligini sotib, qulga aylanishga majbur bo'lishgan. Ularning jangda asirga olingan qullardan yagona farqi iqtisodiy nochorlikdan jamiyatda qul darajasiga tushib qolishgani. E'tibor bering. İlk ibtidoiy qabilalar davrida insonlar boy va kambag'alga ajragan bo'lsa, qadimgi zamonga kelib
Jamiyatda 3 ta tabaqa: boy, kambag'al va qullar paydo bo'lgan. Bunday tabaqalanishni aql bovar qilmas qonuniy va ilohiy darajaga olib chiqqan jamiyat bu qadimgi Hindiston. Kasta bu kelib chiqish, nasl nasab degan ma'nolarni bildiradi, ya'ni tabaqalarni. Biz ham mavzuni yoritishda ushbu kasta so'zidan foydalanamiz. Qadimgi Hindistonda inson qaysidir kastada tug'ilib, umrining oxirigacha o'z tabaqasiga mansub bo'lgan. Kastani o'zgartirish qonunan taqiqlangan va shuning uchun har xil tabaqadagi insonlar o'rtasidagi nikohlar rasmiy taqiqlangan. Kastalar tizimi shunchaki jamiyatdagi tabaqalashuv emas, u diniy, madaniy va siyosiy poydevorga ega bo'lgan qadimiy tartibdir. Bu tushuncha varna degan so'zdan kelib chiqqan bo'lib, sanskrit tilida rang degan ma'noni bildiradi. Hinduizm e'tiqodiga ko'ra, odamlar Brahma xudosining tanasidan yaratilgan. Brahmaning og'zidan brahmanlar, qo'llaridan kshatriyalar, sonlaridan vayshilar, oyoqlaridan esa shudralar yaralgan. Eng yuqori tabaqa brahmanlar, ramziy oq rang. Ular o'zlari o'ylab topgan qadimgi Hindistonning diniy tizimi brahmanizmga ko'ra jamiyatdagi eng muhim va hurmatli tabaqasi bo'lishgan. Brahmanlar jamiyatda asosan ruhoniylik vazifasini bajarishgan, davlat ideologiyasini va insonlarning hayotlaridagi ma'noni belgilab berishgan. Ular orasidan ko'plab olimlar, yozuvchilar, yuristlar va davlatning katta lavozimlaridagi odamlar yetishib chiqqan. Bu oliy tabaqadagi insonlar Brahmaning og'zidan yaratilgan deb hisoblangani uchun ularning so'zlari Xudoning buyrug'i deb hisoblangan. Ularning fikrlaridan shubhalanish katta gunoh sanalgan. Eng savodli sinf bo'lganliklari uchun diniy kitoblar va matnlarni yaxshi bilgan. Bundan tashqari siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy bilimlarga ham ega bo'lishgan. Jamiyatdagi ta'sir kuchini saqlab qolish uchun boshqa tabaqa vakillariga chuqur diniy bilim olishlariga to'sqinlik qilishgan. Ideologik hukmronlikka ega bo'lganlari uchun ular diniy marosimlarni o'tkazishdan tashqari davlatdagi siyosiy qarorlarni qabul qilishda hukmdorlarga ko'rsatma berishgan. Ularning ramziy oq ranglari avliyolik, poklik va gunohlardan foruqlikni bildirgan. Brahmanlar kastasiga o'xshash tabaqa vakillarini boshqa jamiyatlarda ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, biz yuqorida aytib o'tgan ibtidoiy jamiyat shamanlari, qadimgi davr kohinlari, o'rta asrlardagi xristian ruhoniy sinfi, yahudiy ta'limotidagi ravinlar, buddizm monaxlari va shunga o'xshash ideologik tizimlar vakillari. Ularning eng yorqin vakillari deb Zardushtiylik e'tiqodi asoschisi Zardusht, Sharq faylasufi Konfutsiy, Buddaviylik e'tiqodi asoschisi Siddhartha Gautama, qadimgi Yunon faylasufi Aristotel, Rim notig'i senator Tsetseron, Quddusga salb yurishlari uyushtirgan Rim papasi Urban II, protestantizm asoschisi Martin Luther, hozirgi Eron Respublikasi asoschisi Oyatulloh Xumayniy kabilarni misol keltirishimiz mumkin. Bularning barchasi o'z davrida ideologiya kuchidan foydalanib, ommani boshqargan tarixiy shaxslar edi. Ammo hokimiyatni saqlab turish uchun ideologiyaning o'zi yetarli emas. Kuchli boshqaruv qo'li ham lozim edi. Ikkinchi tabaqa kshatriyalar, xondek qizil rang. Kshatriy so'zi hukmron, aslzoda degan ma'noni bildiradi. Ular jangchilar naslidan bo'lib, brahmanlardan keyingi tabaqada turishgan. Qadimda ular davlat hukmdorlari, harbiy kasb egalari, katta yer mulk egalari edi. Maharaja va rojalar ushbu kastadan yetishib chiqqan. Kshatriya kastasiga mansub insonlar Brahmaning qo'llaridan yaratilgan deb hisoblangani uchun tartib-qoidalarga itoat etishga majburlovchi, kuch ishlatib qon to'kish huquqi berilgan yagona kasta edi. Kshatriyalarga o'z burchlarini bajarishlari uchun g'azab va qattiqqo'llik xislatlari tabiiy deb hisoblangan. Ular qurollardan foydalanishni bilishi, kuchli va chidamli bo'lishi lozim bo'lgan. Kshatriyalar ko'pincha brahmanlar bilan hokimiyat talashib, ziddiyatlarga borgan. Brahmanlar ommani diniy ideologiya orqali miyalarini zaharlab boshqargan bo'lsa, kshatriyalar qilich haqqi evaziga o'z hokimiyatlarini o'rnatganlar.
Ularga berilgan ramziy qizil rang maqsadlari uchun o'zlarining va dushmanlarining qonini to'kishga tayyor insonligini anglatgan. Bunday jangchi tabaqa vakillari boshqa jamiyatlarda ham bo'lgan va tarixda juda katta rol o'ynagan. Misol uchun, qadimgi dunyoda turkiy qabilalardan bo'lgan otliq jangchilar, Rim imperiyasining legionerlari, Yevropa shimolidagi vikinglar, O'rta asr ritsarlari, Yaponiya samuraylari, Usmoniylar imperiyasidagi yenicharalar va umumiy qilib aytganda, barcha harbiy aristokratiyani shu tabaqaga kiritishimiz mumkin. Aynan shu tabaqa vakillari orasidan tarixda katta iz qoldirgan hukmdorlar va sarkardalar yetishib chiqqan. Ulardan Fors shahanchohi Kir II, Makedoniyalik Aleksandr, Hunlar qabilasi sardori Atilla, Xitoy imperatori Qin Shi Huangdi, Arab sarkardasi Xalid ibn al-Valid, Mo'g'ul imperiyasi asoschisi Chingizxon, buyuk sarkarda Amir Temur va boshqa yirik tarixiy shaxslarning barchasi o'z hokimiyatini harbiy salohiyati va jangu jadallar ortidan o'rnatishgan. Jamiyatni boshqarishda diniy ideologiya va harbiy kuchdan tashqari yana bir narsa muhim rol o'ynaydi. Makedoniya shohi Filip II aytganidek, qurollangan askarlar zabt eta olmagan qal'ani oltin to'la qoplar ortilgan eshak bilan egallash mumkin. Navbatdagi tabaqa vakillari aynan oltinning kuchi bilan yuqori darajaga chiqishgan. 3-tabaqa Vayshilar, oltin sariq rang. Hindiston kasta tizimidagi Vayshiya tamasi qaramlik, sodiqlik degan ma'nolarni anglatadi. Ulardan ko'proq savdogarlar, tadbirkorlar, moliyachilar va kichik amaldorlar yetishib chiqqan. Ular ishchilarni boshqargan, savdo tizimlarini va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirgan. Brahmanlar va kshatriyalarga yordamchi vazifasini bajarishgan. Har sohada foyda olish va boylik orttirishga intilishgan. Ular Brahmaning sonlaridan yaratilganligi uchun iqtisodning asosiy ustunlari hisoblanganlar. Vayshilar ko'proq Brahmanlarning ittifoqdoshi bo'lib, kshatriyalar bilan ko'pincha ziddiyatda bo'lishgan. Chunki harbiylar sinfi uddaburon savdogarlarni yolg'onchi va ishonchsiz odamlar deb hisoblashgan. Avvalgi zamonlarda kuch barcha narsani hal qilgan bo'lsa, zamonlar o'tib, boylik ko'p narsani hal qila boshladi. Hindiston jamiyatida ham Vayshilar muhim o'rinni egallay boshlashgan. Juda boy va ta'sir kuchi katta Vayshilar kichik amaldagi kshatriyalarni tan olishmagan. Tarixda doim kim kuchliroq degan savol bo'lgan. Oltin egasimi yoki qilich egasimi? Vayshilarda Brahmanlardek ideologik kuchi yoki kshatriyalardek harbiy kuchi bo'lmagan, lekin ular moliyaviy kuchlari evaziga hokimiyatni egallashgan. Ularga berilgan ramziy sariq oltin rang boylik va iqtisodiy kuchni bildiradi. Shu o'rinda bir qiziq ma'lumot. Hozirgi mustaqil Hindiston asoschisi Mahatma Gandhi ham Vayshilar tabaqasidan chiqqan. Ko'rsatuv boshida aytib o'tilgan milliarder Ambani oilasi ham aynan shu kastadan. Boshqa jamiyatlarda ham Vayshi kastasiga o'xshash tabaqalar bo'lgan. Yevropada bunday tabaqani burjuaziya sinfi deb atashgan. Aynan shu tabaqa kapitalizm tizimini shakllantirgan. Bunday shaxslarga misol sifatida savdogar va sayyoh Marco Polo, Yevropa banki hisoblangan Medichilar oilasi, Amerikani kashf qilgan Kristofor Kolumb, Yevropaning eng boy oilasi Rothschildlar, Amerikaning tojsiz qirollari hisoblangan milliarderlar Rockefeller, Morgan, Carnegie'larni aytishimiz mumkin. Sharqda esa tujjorlar qadimdan obro'li va boy tabaqa hisoblangan. Masalan, 13-asrda Chingizxonga xizmat qilgan savdogar Mahmud Yallavoj keyinchalik Movarounnahr noibi va Xitoydagi Pekin shahri hokimi darajasigacha ko'tarilgan. Jamiyatdagi nohaqlikning eng ayanchli ko'rinishi shundaki, jamiyat yashab qolishi uchun eng ko'p va kerakli mehnat qiladigan insonlar tarixda doim eng quyi tabaqa deb hisoblangan. 4-tabaqa Shudralar, tuproqdek qora rang. Hindistonda shudralar asosan dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandlik va xizmatkorlik bilan shug'ullangan haqiqiy qora mehnatkashlar edi.
Jamiyat uchun eng kerakli mahsulotlarni ular yetishtirib berishlariga qaramay, ular past tabaqa hisoblanib, juda nochor ahvolda yashashardi. O'zlaridan baland tabaqadagilarga nisbatan juda kam huquqli bo'lishgan. Shudralarda kasbini o'zgartirish, yashash joyini o'zgartirish imkoniyati yo'q edi. Chunki ma'lum bir hudud rojasiga avlodlar davomida xizmat qilishga majbur edilar. Ular mavjud tizimga qarshi bosh ko'tarmasligi va fikrlashni boshlamasligi uchun hukmron tabaqalar tomonidan shudralarga o'qish yozishni o'rganish va ilm olish taqiqlangan. Bu tizimni Brahma xudosi tomonidan belgilangan ilohiy taqdir deb ularning miyasiga qo'yilgan. Bunga qarshi isyon qilish gunoh deb uqtirilgan. Eng achinarlisi, shudralar aholining asosiy qismini tashkil qilgan va yuqori tabaqadagi oz sonli hukmron tabaqalar ularning mehnatlari evaziga hashamatli hayot kechirishgan. Shudralarga berilgan ramziy qora rang barcha qora og'ir mehnat turlari bilan shug'ullanishlarini anglatardi. Qora xalq, qora ishchi tushunchalari qanday kelib chiqqanligini taxmin qilishingiz mumkin. Tarixda dunyoning boshqa hududlarida ham shunga o'xshash tabaqa vakillari bo'lgan. Misol uchun, O'rta asr Yevropasidagi feodal tizimda ham, Sharq mamlakatlarida ham qaram dehqonlar bo'lgan. Ularning qullardan farqi oila qurish, boshpanaga egalik qilish va kam miqdorda ish haqi olish imkoniyati bo'lgan. O'rta asrlar Fransiyasida bunday qaram dehqonlarni jaklar deb atashgan. Ularning xo'jayinlari bo'lgan graflar va baronlar orasida dehqon jakning yelkasi keng, xohlagancha oyoq qo'yib chiqishing mumkin, ko'tara oladi degan ibora bor edi. Bu qadimdagi ijtimoiy tabaqa vakillari orasida bunday nohaqlikka chidamay, yuqori hukmron sinflarga qarshi qo'zg'olon ko'tarish holatlari tarixda ko'p bo'lgan. Afsuski, tarixda oddiy xalqning bunday qo'zg'olonlari ko'pincha muvaffaqiyatsiz, ayanchli mag'lubiyat bilan yakun topgan. Bunga misol qilib, Rimdagi Spartak qo'zg'oloni, O'rta asrlar Fransiyasida Jakeriya qo'zg'oloni, Chig'atoy ulusi zulmiga qarshi Mahmud Tarobiy qo'zg'olonlarini aytishimiz mumkin. Qadimgi Hindistonda shudralar hech bo'lmaganda inson deb hisoblangan bo'lsa, kasta tizimiga ham kiritilmagan, odam o'rnida ko'rilmagan, hazar qilinadiganlar toifasi ham bo'lgan. Chandallar bilan hech qaysi kasta aloqa qilmagan, hatto teginish ham jirkanch hisoblangan. Chandallarga barcha kasblar taqiqlangan bo'lganligi uchun tilanchilik, o'g'rilik va ko'chada tomosha ko'rsatish ortidan kun ko'rishgan. Ular uysiz bo'lganliklari uchun ko'chalarda yashashga majbur bo'lishgan. Chandallardek qiyin sharoitlarda yashagan tabaqani dunyo tarixidagi hech bir mamlakatda topish qiyin. Bu Hindiston tarixidagi yagona ijtimoiy fenomen. Hozirgi zamon Hindistondagi kambag'allikning asosiy sababi ushbu brahmanizm kasta tabaqalanish tizimining uzoq vaqtgacha saqlanib qolgani va quyi tabaqa vakillariga avlodlar davomida rivojlanishga imkoniyat berilmagani. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Islom dini-chi? Hindistonda musulmonlar ham bor-ku. Ular bu tabaqalanishga chek qo'ydimi? Hindiston o'lkasiga shimoldan kirib kelgan katta hududlarni bosib olgan musulmonlar islomni qabul qilgan mahalliy aholi o'rtasida tabaqalanish tizimini bekor qilgan. Shu sababdan quyi kasta vakillari islomni qabul qilib, jamiyatning yangi a'zosiga aylanishgan. Lekin har doim insonlar bir-biridan ustun bo'lishga intilgani uchun Hindistondagi musulmon aholi orasida ham yangi ikkita tabaqa shakllanib qolgan. Birinchi yuqori tabaqa o'rta asrlarda Shimoliy Hindistonni egallab, islomni tarqatgan Eroniy va Turkiy xalqlarining avlodlari bo'lsa, ikkinchi quyi tabaqa esa islomni qabul qilgan mahalliy hind aholisining avlodlaridir. 1947-yilda Hindiston Respublikasi tuzilib, kastalar tizimi bekor qilindi. Qonun tomonidan aholini kastalarga bo'lish va nasl nasabiga qarab diskriminatsiya qilish taqiqlandi. Lekin asrlar davomida yashab kelgan bu tizim Hindiston aholisi ongiga shu darajada singib ketganki, bundan butunlay voz kechish qiyin bo'lmoqda. Barcha hayvonlar tengdir. Lekin ba'zi hayvonlar boshqalardan tengroq. George Orwell, Molxona hikoyasidan. Insonlarning kelib chiqishi, millati, irqi, tashqi ko'rinishi, kasbi, moliyaviy sharoiti, ijtimoiy darajasi, diniy e'tiqodi va boshqa tomonlama tabaqalarga ajratish
har bir jamiyatning eng katta illatlaridan biri hisoblanadi. Jamiyatda bu jirkanch stereotipdan tezroq voz kechilsa, rivojlanish va farovonlikka ham tezroq erishiladi. Videoni ko'rish davomida ba'zi tomoshabinlarda nima uchun qadimgi Hindistondagi kastalar va dunyo tarixidagi tabaqalar haqida gaplashyapmiz? Bizga buni nima keragi bor? Undan ko'ra, hozirgi hayotimizdagi tabaqalar haqida gaplashaylik degan e'tirozlar paydo bo'lishi mumkin. Lekin mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgangan insonlar ushbu taqqoslash orqali o'zlariga kerakli xulosani chiqarib olishdi. Obuna bo'lishni unutmang, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha.